Mana shunaqa men aka hozir aslo qilasizda. Hech nima qilmaydi. Hop, ko'rdingizmi? Shu moshinangizni ochar ekanman deydi. Jigar, mashinangizni sotishchi, restoran obzori bizga qo'yib bering. Bugun Xorazmchi restoranga borib ko'ramiz. Bosh xotirmi? O'sha kelib bo'ldik, ketdi. Xullas Nodir Xo'jakan maqtagan Xanatay restoraniga yetib keldi. Bu yoqqa bizani Abrorxon Jigar boshlab bordi. Ko'rsanglar bo'ladi, tashqarida ham, ichkarida ham atmosfera bomb. Kechki payt 7 dan keyin живой muzika ham bo'lar. Baribir bizani hech kim tanimaydi deb zakazni o'zimiz berishni boshladi. Birin-ketin salatlarimiz ham yetib kelishni boshladi. Rozbifli salatam, xrustashi baklajonli salatam ajoyib ekan. Ayniqsa baklajonning to'ralishiga gap yo'q. Mana bunaqa ayron sho'rva ham keldi. Abrorxon akam bitta o'zlari yeb tashladilar. Ketidan Xorazm oshxonasining durdonalariga yetib keldi. Tuxum barak, qo'tir barak va yana nimadir barak. Nomini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar iltimos. Abrorxon akam telefonda gaplashayotgandan foydalanib baraklarning hammasini qora tuynukka jo'natdi. Ketidan bizni yoqtirgan chibureklar ham yetib keldi. Xorazmda uni gumma deyshar. Go'shtligi ham, sirligi ham mazasi a'lo. 2 kishi sousi bilan ko'rmadiydi bor. Xorazmliklar bir-birini zo'r paddeshga qiladi deyishdi. Bu videoni xorazmlik og'alarga tashlab qo'yinglar. Bir kuchligini ko'ringlar. Xorazmliklar faqat xamir ovqatda zo'r qiladi desanglar adashasiz. Sababi mana bonfileli lukum va shashlikni keb mazasini bitta ko'rishinglar kerak. Oldinlari faqat xollegan mana bunaqa ijjon taomi yetib keldi. Shuning uchun Abrorxon Jigarga yedirib yubordik. Ijjonni qanaqa tayyorlanishini bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib keting. Qo'limdagi qalampir bo'lsa vodiy dibratlarga viz. Bizi bo'lsa limonatni sirpantirib duo qilib ketdik. Narxlar qimmatmi yoki arzon? Lokatsiya Telegram kanalida bor.